Bugungi videoda fermer va dehqon akalarimizni og'rig'iga yechim topamiz. Ya'ni O'zbekistonda hali bunaqa video bo'lmagan, menimcha bo'lmasa ham kerak. Sababi bahor keldi. Mana bunaqa katta polyalarda bug'doyni ekishadi. Mana shu bug'doyni ekishgandan keyin eng shu fermer akalarimiz, dehqon akalarimiz qiynagan narsa bu yovvoyi o'tlar, ya'ni begona o'tlar hisoblanadi. Bu o'tlarni bir kunda yo'qotsa bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Ushbu narsani biz sizlarga isbotlab bergani va ko'rsatib bergani Tayloqqa yetib keldik. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugun eksperimentli video qilamiz. Ya'ni u yoqda traktorni bitta ko'rsating, u yoqda traktorimiz turibdi. Xudo xolasa hozir traktorimizda dorini septiramiz, bir kunda rezultati bo'ladi. Ya'ni bir kunda begona o'tlarni butunlay takpagi bilan yo'q qiladi. Yo'q qil raqibni, yo'q. Videoni oxirigacha ko'ring va shu videoni fermer va dehqon do'stlaringizga va aka-ukalaringizga jo'natib qo'ying. Bo'lmasa biz videomizni boshladik. Dorimizni sepishni boshladik. Hop. Necha metrgacha sepadi bu? Olinyapti. Hey! Hey! Turash! Hozir. Dorini bizdan oldin kelib sop qo'yishgan ekan. Ichida o'sha dori. Videoning davomida ko'rsatamiz uni. Fermer akamiz. Mana. Fermer akamiz tushuntirib o'tib ketishyapti. Bosing bo'lmasa. Allohu akbar. Ket, hidini. Ketdi mana. Hozir xudo xolasa qaytib kelishadi. Undan keyin yana syomkani davom ettiramiz. Hurmatli do'stlar, mana fermer akamiz bilan Samorani preparatini g'alladagi 1 yillik va ko'p yillik ikki pallali begona o'tlarga qarshi, xususan gandumak, raps, yovvoyi sholg'om, shunga o'xshash o'q tomirli begona o'tlarga qarshi ishlov beryapmiz. Mana xudo xolasa, qanchadan qo'shdingiz hozir? 500 grammdan gektariga. Gektarga 500 grammdan sepdik. Bir sutkadan keyin xudo xolasa buni natijasini ko'ramiz. Sizga va'da berganimizdek, dorimiz ta'siri bir sutkada 100% ta'sirini ko'rasiz. Ertaga videoni shu joyda davom ettiramiz. Nasib. Endi bu yog'ini rezultatini mana ko'rishlaring mumkin. Fermer tog'alarimiz yoki dehqon akalarimiz o'zlaring ko'rishlaring mumkin. Kerak bo'lsa yaqinroqdan, kerak bo'lsa uzoqroqdan. To'g'ri, sarg'aytirib, qizartirib yo'q qilib lekin o'ldirdi. Nimaga desalaring, mana yaqinroq kelib ko'rsatsangiz, xohlagan o'tingiz qatordagi o't mana o'lib yotibdi. Yaqinroq olib kelib ko'rsatingda, mana o'lib yotibdi. Mana ajralib turibdi. Yaqinroqdan ham yaqinroqdagi kadrlarni ham ko'rsatamiz. Ajralib turibdi. Sarg'ayib, qizarib ketmagan bo'lsa ham ajralib, o'sha ikki shoxlimi, bir shoxli deyladimi, o'shanaqa o'tlarni hammasi yotib, mana shu o'ladigan holatda turibdi. Endi bu necha kunda polni o'lib yo'qolib bo'ladi, sarg'ayib, tagi bilan quritib bo'ladi. Necha kundan keyin buni to'liq 100% effekti bo'lishini qayerdan keladigan bo'lsa, o'sha yerdan olib keladigan akamiz bilan dorini nomi hammasini ko'rsatamiz. O'shanda Dilshod aka, mana shu 1 litri 2 gektarga yetadimi? To'ppa-to'g'ri adashmadingiz. Bitta Samorani 1 litri 2 gektarga rasxodi 500 grammdan to'g'ri keladi. Gap yo'q. Bemalol salomlashib olishingiz mumkin. Assalomu alaykum fermer va dehqon akalarimiz. Mana hozir Tayloq tumanida fermer xo'jaligidamiz. Bu yer Tayloq tumaniga qaraydi. Ha, Tayloq tumani bu yer. Bu yerdan hozir mana kuni kecha bular eksperiment qilib dori Samorani sepgan. Mana hozir natijasini ko'rishingiz mumkin. Bu rezultat hozir video davomida ko'rsatib ketamiz. Xo'p, qarang, bir kunda shunchalik rezultat bo'ldi. Kamerada qanday bilinyapti, qanday yo'q, lekin meni ko'zim, mana shu ikkita ko'zim aldagani yo'q. Realni ajrab qolgan o't, ajrab so'lib qolgan. Bir kunda shunaqa bo'lsa, buni takpagi bilan buni qizartirib yo'qotib o'rgani qancha vaqt ketadi? To'g'ri aytdingiz, o'zi bu Samorani 7 kun, 7 sutkada o'z kuchini ko'rsatish kerak, lekin mana bu ob-havo 20 gradus atrofida 20 dan oshgandan keyin mana bir kunda rezultatni sezishingiz mumkin. Mana sarg'ayib, mana gandumak, mana o'sha so'lib, gandumakmi buni ko'rsatsa bo'ladi. Buni oti gandumak.
Samorani o'zi 1 yillik va ko'p yillik begona ikki pallali begona o'tlarga ishlaydi. Aha. 1 yil va ko'p yillik begona o'tlarga Ha. ishlaydi. Mana o'sha dehqonchasiga aytganda gandumak, 1 yillik va ko'p yillik begona ikki pallali begona o'tlardan gandumak, xushqo'nmas, perka, yovvoyi turp va yana mayda-chuyda boshqa qolgan o'tlar hammasini oladi bittada. G'alla. Hozir biz bug'doyga sepib ko'rdik. Bundan tashqari qanday pomidormi? Makka jo'xoriga ishlaydi bu. Makka jo'xoriga Makka ishlaydi. jo'xoriga zo'r ishlaydi, piyozga zo'r ishlaydi. Aha. O'shanda ham xuddi shunday mana shunaqa begona o'tlar hammasidan bittada qutulasiz. Bittada qutulasiz. 1 sutkada mana natijasini ko'rasiz. Endi rezultati menimcha 1 sutkada o'zim ham mosh ekkanman-da, Dilshod aka, lekin 1 sutkada bunaqa sarg'aytirib olganini endi birinchi marta ko'rishim. Kecha fermer tog'amiz ham kamerani o'chirdik. Hazillashmanglar, bir kunda bilinmaydi deyishodi. Fermer tog'a xudo xolasa ertaga ko'ramiz degandik, lekin fermer tog'amiz o'zlari kelishgani yo'q. Ishlari ko'payib, ishlar chiqib qolishgan ekan. To'g'ri tushunasizlar, fermer akalarimiz unaqa bizga o'xshagan bekarchi bo'lishmaydi. Mana ko'rishingiz mumkin, hozir polya polli sariq holda, hozir endi ko'z bilan ko'rib biz ko'ryapmiz, kameraga qanaqa ko'rinadi. Ertaga 3-kunda ham rezultatini nasib bo'lsa qo'yib boramiz. Xudo xolasa. 3 kunda уже bu qurib, o'zagidan qurib boshlaydi bu. 3 kunda Уже mana 24 soat o'tmadi hali, 20 soat deylik. Aha. Natijasini sezyapsiz mana. Natijasi aka zo'r natijasi. Endi dori bo'lsa shunchalikda, endi bu dorini alohida to'xtalsak, nima deb yozilgan ekan? Samorain deb yozilgan ekan. Samorain. Mana. Bu asosan aytib o'tib ketdik, 1 litri 2 gektarga yetadi. Rasxodi juda ham zo'r, effekti. Effektiga nisbatan rasxodi puli, eng asosiysi puli juda hamyonbop. Kley qo'shiladimi, qo'shilmaydi? Kley qo'shish обязательно shart. Iloji boricha. Ha. Iloji bo'lsa shart. Iloji bo'lsa shart. Kley juda arzon turadi. 1 litri 5 gektarga bo'ladi, 100 ming turadi. Ha. 1 litr 20 mingdan gektar rasxod to'g'ri keladi. iloji boricha. Bu o'zi qayerda ishlab chiqarilgan? O'zimizdami yo Bu Xitoyda ishlab chiqarilgan, Xitoyda ishlab chiqarilgan. Birinchi qo'l o'zimiz olib kelamiz. birinchi qo'l O'zimiz sertifikatlangan, go'st standartdan o'tgan. go'st standartdan o'tgan. Xo'p, buni qayer O'zbekistonda 7-yil ishlatilyapti. 7-yil ishlatilyapti. Juda Fermer ham zo'r. akalarimiz ko'pi biladi. Ayniqsa Samarqand tumani, Jizzax tumani juda ko'p ishlatadi. Bizda endi bug'doy ekdingiz yoki makka ekdingiz, xuddi shunday tartibda masalan, mana shunaqa o'tlar joningizga tegdi siz ham. So'rab turib, mana shundan beraman deysiz, masalan, Farg'onada bo'ladimi yoki Qoraqalpog'istonda topshiradimi yoki telefon qilishadi, sizlar filiallaringda aytasizlar, shundaymi? Bizda tumanlarda filialimiz bor. Undan tashqari dastavka 12 ta tumanga bemalol 1 sutkada yetib boradi. Yo'q. Ko'proq gektar bo'lsa, Endi объемga qarab. Aviomga qarab ko'proq bo'ladi. 1 litr uchun endi 1 litr qilmaymiz, albatta. Qog'oz Ob'yomga qatoriga qarab katta gektarlarga yetkazib beramiz. Zo'r, juda ham zo'r. Bo'lmasa ekranda nomerlarni qo'yib o'tib ketamiz, rezultatini mana realni ko'rsatdik sizlarga. Ko'rishingiz mumkin. Hech qanaqa, polyani ko'rsatib o'tib ketamiz, sarg'ayib ketgan. Bir kunda sarg'aygan, o'sha erta 3 sutkada bu qurib. Fermer tog'amiz agar reaksiyalari bo'lganda shu yerda fermer tog'amizni ham ko'rsatganimiz zo'r bo'lardi, chunki kecha ishonishmagandi. Bugun mana rezultatni qo'yib berdik. 3-kuni xudo xolasa fermer tog'amiz bo'lsa, birga qo'yib boramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat.